Bo'ladi-yu, to bir haqiqiy ustasini topguningcha mashinangizni unga olib borasiz, pul sarflaysiz, vaqtingiz ketadi. Bunga olib borasiz, pul sarflaysiz, vaqtingiz ketadi. To ustasini topganingizdan keyin arzimagan narsa bo'ladi haliga. Men o'zim guvohman. Bir odam Jigulisini 8 ta pachiniga almashtirgan ekan. Yurganda 80 dan o'tganda g'ungda ovoz chiqar ekan. Bir usta 8 ta pachiniga almashtiribdi. Yana bir ustaga borganda shunda qarasa, tomida bagaji bor ekan. Haligi trubasi 80 km tezlikka chiqqanda haligi 3 singari g'ungda ovoz chiqarar ekan. Haligi usta qarabdi-da, bagajni yechib qo'yib yurib keling-chi debdi. Yurib qaytib ketdi-da, "O'y" debdi, ketibdi nari ustaning oldiga. Shuning uchun ukalar ustalardan shikoyat eshitamizda shogirdlar haqida. Biz 2 yil, 3 yil ishimizni ustasi bo'lganimizcha usta